Xalqimiz orasida hamal keldi, amal keldi degan maqol bor. Hamal bu Qo'y burjining sharqona nomlanishidir. Bu degani hamal burji kirib kelishi bilan ekin-tekinni boshla degani. Ya'ni Qo'y burji 12 ta burjning boshlanishi, yangi yilni boshlab bergan. Bu degani 21-martda kun-tun tenglashadi va yangi kun boshlanadi. Nav yangi, ro'z kun degani. Ya'ni Qo'y burjining kirib kelish sanasi xalqimiz orasida Navro'z deb atalgan. Qoyilmisiz? Yana hamaldan keyin qish bo'lmas, mezondan so'ng yoz bo'lmas degan maqol ham bor. Bu degani hamal burji kirib kelgandan keyin issiq kiyinish shart emas, mezon burji kirib kelgandan keyin esa suvda cho'milish mumkin emas degan ma'nolarni anglatgan. Saraton haqida gapirmasam ham bo'ladi. Yozning eng chillali davri hisoblanadi. Bu esa Qisqichbaqa burjining sharqona nomlanishidir. Asad ekiningni yasat degan ota-bobolarimiz. Bu degani Asad burji, ya'ni Arslon burji kirib kelishi bilan Quyosh eng saxiy nurlarni sochadi. Bu davrda ekiningga pardoz ber, ya'ni hosilingga tayyorgarligingni ko'r degan ma'noda ishlatilgan. Boshoq esa bu Parizod burjining sharqona nomlanishi hisoblanadi va hosillarni sovuqdan oldin tez yig'ishtirib ol degan ogohlantirishda ishlatilgan. Unga daluv ham urmaydi maqoli esa daluv, ya'ni Qovg'a burji. Qishning eng chillali qahraton davrida sovuq urmaydi, ya'ni balo ham urmaydi degan ma'noni anglatgan. Qadimdan ota-bobolarimiz ham astrologiya, burjlar bilan shug'ullanishgan. Ayniqsa Al-Beruniy, Al-Farg'oniy va Mirzo Ulug'bek bobolarimiz o'zining asarlarida astrologiya, ya'ni yulduzlar ilmiga, ularning joylashuviga alohida e'tibor qaratishgan. Mirzo Ulug'bekning Ziji Ko'ragoni asarida astrologiya alohida ta'limot ekanligi ta'kidlangan. Qadimdan ota-bobolarimiz shamsiy kalendar, ya'ni quyosh kalendari va qamariy kalendar, ya'ni oy kalendarlaridan foydalanishgan. Shamsiy kalendar dehqonlarimiz uchun ob-havo ma'lumoti vazifasini bajargan, chunki u 4 ta faslga ta'rif bergan. Shamsiy kalendar bo'yicha yer quyosh atrofini bir marta aylanib chiqishi 1 yil deb qaralgan. Qamariy kalendar bo'yicha oy yer atrofini bir marta aylanib chiqishi 1 yil deb qaralgan. Shamsiy kalendarni fasllarga aloqasi bor, qamariy kalendarni esa fasllarga aloqasi bo'lmagan. Shu sababdan ham Qurbon hayiti, Ramazon hayiti bayramlari oydan oyga ko'chib yurgan. Ushbu videoni burjlar, astrologiya deganda bu mumkin emas, bu yomon narsa, ota-boboing qilgan ishni qil deb tomiri tortishib qoladiganlarga jo'natib qo'yamiz. Burjlarning sharqona nomlanishlarini esa video ostida yozib qoldiraman. O'z burjingizning sharqona nomi qanday ekan, bilib oldingizmi? Kommentariyada yozib qoldiring.